Mana shu svejiy oz tandirdan chiqqani. Aka, buni shirin pishirish siri bormi? Siri o'tindan-da, alov, nimadan? Cho'qdan. Mana, bismillah. Voy, ana. Qani. Yo'q, bismillah. Ana. Kuniga nechta qo'y pishirasizlar? 35-40 ta. 35-40 ta qo'y bir joyi o'zi. Surxondaryoning tandirlari boshqacha-da. Nomerading Surxondaryonikimi? Ha, shu. Tarosiyo tepalan. Voy. O'yla tevaran turib Jigarlarini qani oling, jigarini bitta oling. Jigar va Va jigar tandirda. Gap yo'q. Usti yopiladi, keyin qancha paytda pishadi bu? 1 soat, xudo xolasa. 1 soatda pishadi. Voh. Bunaqa suv ham qo'yiladimi? Girdiga loy qilamizda, mana loy shivo bo'ladi-ki, bug' chiqmasi kerak. Bug' chiqsa keyin garchi pishmaydi. Hozir ichidagi ko'mir olovi o'chadi yopilgani uchun. Issig'ida pishadi faqat. Shu temperaturada pishadi, xudo xolasa. Gapi, buni ichida hozir pishib turibdi, bu yoqda tayyorlanyapti. Bu yoqda qo'ylarni so'yilyapti. Ha, do'kib qo'ying. Svejisi, bir boshqacha-da, qarang. Ha, buni Bundami? Oyno, hasib. Baraka topinglar. Salomat bo'ling.